Şəhərdə 3 xanalı kvartira neçə so'm? 70 kvadrat ətrafı. 520 milyon so'm. Mən sizə 465 milyon so'ma 2 qavatlı joy təklif etsəm. Nerede deysizmi? Taxtabozor yanındamız. İmda cennet mekan degan balıqxananın arkasında. Bizning quruvchilar ham normal canlanib ketdi. Qarang, 10 dana uy bundan salınıb turibdi. Yan tarafiga ham 10 dana shunday uy tushadi. Yaxshi yeri gazi bor, suvi bor, sveti bor, hujjatlari taq. Gaz uçotchilardan qo'yib beriladi. Biri ponni beton etilib beriladi yo'q. Bu da o'sha topshirilmaydi sizga. Ponni, atido beton etib beriladi. Uyni sizga bir qator qarobga holdagisini obzorcha qilib barcha ko'p ko'raman. Yetdik. 465 milyonlik variantında shunday bo'ladi. Hamma joylarimiz 125 metr kvadrat. Hamma joylarimizda uçotchilar tak qo'yib beriladi. Girishingiz hol, dalon, bu yon tarafda zol. Bu yonda koridor bo'ylab ketadigan bo'lsak, aylan koridorga o'tganingizdan sanuzul uchun joy qoldirilgan va bu yonda sizni oshxonangiz bo'ladi. Eng yaxshi yeri qarang. Birinchi etajda spalni bor. Yosh kattalarimiz uchun qulay bo'lsin. Arka tarafdan ko'rib turganingizdek, ozgina bo'lsa ham bog'lar bor. Ozgina, sozgina. Bu yerdan ikkinchi etajga chiqadigan zina bo'ladi. Ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajga bu yon tarafdan zinadan chiqib kelasiz-ku, chiqqaningizdan bu yerda bir hol bo'ladi. Televizor, myaxshi ko'chalardan bir xona sifatida foydalanasiz. Ikkinchi etajda bu holdan boshqa 3 dona xona bor. Birinchisi, bu yonda detskiy xona. Ikkinchi xona bo'lsa birni zolatib foydalansangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa kattalar uchun yotoqxona qilib olsangiz ham normalniy kattalikda. Uchinchi xona bo'lsa bu yonda. Beram shu gap shu. Yo zolatasiz, yo bo'lmasa ko'pchilik bo'lsangiz spalni qilib beraverasiz. Nima deysiz? Narxi достойный?